gaplashishganida Alloh azza va jalla aytdi: "Ey Musa, bir banda meni qazoyimga, meni taqdirimga, qadarimga rozi bo'lmayapti. Men bilan husumatlashyapti." Shunda Musa kalimulloh Parvardigoro, "Bu qanaqa odam? Seni taqdiringga rozi bo'lmayotgan, seni qilgan qazo hukmingga norozi bo'lib husumatlashayotgan qanaqa odam? Menga ko'rsat uni" dedi. Alloh taolo Musa alayhisalomga falon joyga boring, qarab turing dedi. Musa alayhisalom aytilingan joyga borganida ana shu joyda ikki qo'li, ikki oyog'i yo'q odam suyanib, o'tirib, xullas o'shada bor edi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Qarab turdi. Qarab tursa, haligi oyoq qo'li yo'q odamning oldidan bir amaldor, nihoyatda bir qimmat otni mingan o'tib ketayotib, qo'lidagi qamchisi tushib ketdi. Buyruq berib o'rgangan, engishib o'rganmagan, uzatib bor qamchini dedi. Haligi odam tabiiy nima deydi? Men oyoq qo'lim yo'q, uzata olmayman men. Deganda oyoq qo'li yo'qligini ko'rib turib, qana qilib qonini to'g'izyapsan bo'lmasa desa, Alloh yetkazyapti dedi. Hali otliq buyrug'i bajarilmaganiga achchig'i kelib, haligi gapidan norozi bola shunday tushib turib, qamchini yerdan olib, haligi uni norozi qilgan odamning boshiga bir chopdi. So'kkani yo'q, boshqa qilgani yo'q, bir chopdi. Yana bir chopdi. Charchagicha urdi. Charchagicha urdi. Haligi odam qochib ketdi desa oyog'i yo'q, to'say desa qo'li yo'q. Har kalta yeganda, kalta yegan odam odatda voydod haloyiq yordam beringlar, meni nimaga urasan, voydod deyishlikda o'rniga har zarba tushganida Parvardigor tavba qildim. Parvardigor tavba qildim, esim kirdi, tavba qildim. Endi bildim, meni kechir. Har qamchi yeganida tavba qildim, esim kirdi demiş. Haligi otliq rasa urib, armondan chiqib, tashab ketganidan keyin yig'lab o'tirdi. Musa alayhisalom sekin oldiga borib turib, odamlar odatda kalta yesa boshqacha gap gapirar edi. Siz esim kirdi, tavba qildim deyapsiz. Nimaga unaqa dedingiz deydi. Haligi shol kishi o'tiring deb o'tkazib Musa alayhisalomning hikoyasini boshladi. Men mana shunday bo'lib yaralganman. Yurgan oyog'im, ushlagani qo'lim yo'q. Alloh taolo menga tushimda jannatni ko'rsatdi. Jannatning ne'matlari, kengligi, yorug'ligi, hur ayinlari, xizmatkorlarni ko'rib turib, ha, ozgina sabr qilib, mana shu kunimga rozi bo'lsam, shu jannatga boraman ekan deb Allohdan rozi bo'ldim deydi. O'sha kunimga ham. Alloh taolo orqasidan menga deydi, jahannamni ko'rsatdi. Dozoqni ko'rsatdi orqasidan.